Hammaga assalomu alaykum, hurmatli treyderlar va bu sohaga yangi kirib kelayotgan hurmatli ishtirokchilar. Bugun onlayn trading bo'yicha seminarni o'tkazyapmiz. Seminarda trading umuman sohasi, trading psixologiyasi hamda savollaringizni mikrofonni yoqib berishinglar mumkin. Endi ma'lumot ko'p bo'lgani uchun harakat qilamiz birinchi asosiy qismni o'tishni, keyin уже savollarga o'tamiz. O'zim haqimda qisqacha ma'lumot berib o'taman. Mani ismim Azizbek Banayev. Men tradingda 2013-yildan beri savdo qilaman. Savdoni umuman bu sohani studentlik paytim уже birinchi 1-2 yil har xil YouTube'dan yoki kitoblardan o'qib o'rganib kelganman. Keyin уже осознанно в принципе 2015-yildan beri boshlaganman. Hozirgi kungacha ko'plab strategiyalarni ishlatib ko'rganman. Texnический analizdan SMC, Sinar, aynan hozir Elliott to'lqinlari hamda Bill Williams strategiyasidan ko'proq foydalanaman. Demak, asta-sekin boshlaymiz. Trading bu o'zi nima? Bu turli moliyaviy aktivlar, ya'ni valyuta, aksiya, metall yoki boshqa turdagi aktivlar bilan savdo qilish jarayonida. Demak, trading sohasi bir necha turlarga bo'linadi, ya'ni har xil birjalar mavjud. Bu forex birja, kripto birja, fond birjalari. Bu haqida video davomida to'liqroq ma'lumot beraman. Demak, forex birjasi bu jahon valyuta moliya bozori hisoblanadi. Bu yerda har xil banklar, fondlar, treyderlar savdo qilishadi. Asosiy maqsad shu qaysidir aktivni sotib olish yoki sotish orqali daromad olishda. Keyingisi kripto birjalar, Binance, Bybit, Coinbase degan kripto birjalar bor. U yerda ko'proq shu kriptovalyuta bilan savdo qilishadi. Bitcoin, har xil boshqa turdagi altcoinlar, to есть Ethereum, Solana da. Uchinchi turdagi birja bu fond birjalari, har xil Amerika fond birjasida, New York непосредственно, Nasdaq, London fond birjasi, Moskva fond birjasida. Tradingda 3 ta asosiy ishtirokchi bor. Bu trader, ya'ni siz bilan bizga o'xshagan savdogar. Biz qaysidir aktivni sotib olishimiz mumkin va o'sha aktiv o'ssa daromad qilamiz yoki naborot sell ochsak daromad qilamiz. Buni keyingi video davomida aytib o'taman. Ikkinchi ishtirokchi bu broker. Broker bu o'z savdo platformasi orqali biz treyderlarga shu bozorda savdo qilish uchun imkon yaratib beradi. O'zini platformasi orqali, to есть trader bitim ochadi, u bitimni broker birjaga olib chiqib beradi. Aytganimizdek forex birjasi bo'ladimi, fond birjasi bo'ladimi. Evaziga o'sha komissiyasini oladi. Misol uchun, agar bankda biz dollar almashtiradigan bo'lsak, $100 oladigan narximiz, dollar suvimizga sotib olmoqchi bo'lsak 12.100 dan olamiz da. O'sha vaqtda o'zida agar dollarni sotmoqchi bo'lsak 12.000 rovnadan sotamiz bankka da. Oradagi shu tafovut bu spread deyiladi. Brokerlar как раз shu biz savdo qilish jarayonimizda turli aktivlar bilan, tillami, aksiyami, valyutami, o'sha spread swap komissiyalarini oladi bankka o'xshagan. O'sha aytganimizdek 3-bozori ishtirokchisi bu birja. Butun dunyo bo'ylab banklar, fondlar, treyderlar ishtirok etadigan moliyaviy maydon. Очень важный masala mana shu broker tanlashda. Broker tanlashda 3 ta muhim omil bor. Birinchisi tajribasida maslahat beriladi. Ancha yillardan beri ishlab kelayotgan brokerda. O'sha pul kirgizish, chiqarishda, ertaga pul chiqarayotganingizda muammo qilmaydigan broker kerak. O'zbekistonda hozir men eshitgan bir 4 ta yoki 5 ta broker bor. Birinchisi bu Libertex. Libertex 1997-yildan beri ishlaydi. SNG bo'yicha. Hozirda Yevropada, Lotin Amerikalarda ham o'zlarining ofislari bor. Klientskiy bazasi ham juda katta. Pul kirgizish, chiqarish boshqa brokerlarga nisbatan juda tez. Shu tarafdan ajralib turadi. Keyin уже RoboForex, dальше уже hozir yangi chiqib ketgan bu XNS, XM, har xil yangi brokerlar ham chiqib ketgan. Shuning uchun
muhim narsa o'sha tajribali treyderlardan so'rab bilish kerak yoki hozirgi kunda har xil o'sha saytlarda tekshirsa bo'ladi, brokerlarni tekshirib nima qilsanglar bo'ladi. Ikkinchisi, O'zbekistonda ofisi yoki qanaqadir partnyorskiy bir nimasi borligi o'sha brokerlar o'zbek tilida чтобы ertaga qanaqadir bizda muammo bo'lsa biz kimgadir murojaat qila bilishimiz kerak. O'sha bir ofisi yoki qanaqadir texpodдержкасы bo'lsa yaxshi. Uchinchisi, важный narsa bu savdo platforma. Hamma brokerda har xil savdo platformalari bor. O'ziniki ham ommalashgan MetaTrader, то есть professional treyderlar ishlatadigan savdo platformasiga dostуп bo'lishi kerak siz tanlagan brokerlar. Xo'p, brokerda savdo hisobi ochish, buni отдельно YouTube'da ham videosi bor. Videosida qoldiraman, ссылкani birga ko'rib, qanaqa savdo hisob ochsa bo'ladi, qanaqa verifikatsiyadan o'tish kerak, bu haqida to'liqroq отдельно shu videoda ko'rib olsanglar bo'ladi. Savdo terminallari, birinchisi mana bu Libertex. Libertex bu ham shaxsiy kabinetingiz brokerda plus u yerda savdo qilsangiz ham bo'ladi. Как boshlang'ich variant juda treyderga mos keladigan bu savdo platforma hisoblanadi. Ikkinchisi bu MetaTrader, eng professional savdo terminali hisoblanadi. Uchinchisi TradingView, shu MetaTrader platformasini mujassamlashtirgan va o'zida bundan tashqari juda ko'p o'sha fundamental yangiliklar bo'ladimi yo qo'shimcha juda hozir zamonaviy indikatorlar bo'ladimi, shu TradingViewda bor. Xo'p, Libertex platformasi ikkita funksiyani bajaradi. Birinchisi bu sizni shaxsiy kabinetingiz, bu yerda o'sha pul kirgizish, chiqarish, o'zingiz shaxsiy ma'lumotlarda plus qo'shimcha o'sha sizni hisoblaringizga bog'liq ma'lumotlarni yuritsangiz bo'ladi. Ikkinchisi ham savdo platforma, то есть savdo hisob bo'ladi. Keling uni ko'rib chiqamiz saytga. Libertex platformasi plus-minus interfeysi telefon bilan bir xil, faqat kompyuterda, demak, uzoqroqdan-da, to есть katta formatda ko'rsanglar bo'ladi. Har xil tilga o'girib olsangiz bo'ladi. Misol uchun, давайте o'zbek tili ham bor. O'zbek tilida Libertex ochsa ham bo'ladi. Juda qulay qilib ishlashgan. Bu yerda mablag'lar harakatida, shu pul kirgizish, chiqarish, profilni boshqarish, har xil nastroykalari, hisoblaringizni tekshirsangiz bo'ladi. Tizim bo'yicha ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Mana shu yerda o'zgartirib, как настройкада. Platformaga o'tishni boshlanglar. Telefonda ham xuddi shunaqa ishlaydi. Bu yerda demak, demo hisob yoki real hisobga o'tsa bo'ladi, как boshqa platformalar singari. Maslahatim boshida bir hafta 10 kun обязательно demo hisobda mashq qilib, qanaqadir сделка ochib, хотя бы interfeysini tushunish uchun ishlatib ko'rishingizni maslahat beraman demoda. Keyin уже yaxshi ketsa demoga o'tib, то есть real shotga o'tib ishlasanglar bo'ladi. Так, bu yerda nima ko'ryapmiz? Chap tarafda har xil aktivlar. SpaceX bu Elon Musk kompaniyasi aksiyasi, tam Gold, bu tilla aktivi, Bitcoin, yevro dollar, neft va hokazolar. Har xil valyuta 450 dan 500 ga yaqin aktivlar bor. Hammasida savdo qilsa bo'ladi. Savdoga aytganimizdek, imенно mana shu valyuta bo'ladimi, metal, neft aksiyalarni haftaning ish kunlari savdo qilsa bo'ladi. Dushanbadan jumagacha. Orada kechqurun перерыв bo'ladi, 1 soat, по-моему 2 dan 3 gacha. Bozor 24 soat praktически ishlaydi. 100 ga yaqin kriptovalyuta bor. Uni ham savdo qilsangiz bo'ladi. Ular 24 soat, 7 kun без выходных, то есть ishlayveradi. Bu haqida отдельно video bor, bu terminal ishlashi, именно Libertex o'zini ishlashi bo'yicha отдельно YouTube'da video qilganman. Ссылкасini video ostida qoldiraman. Ko'rib chiqishingiz mumkin. O'sha как положено, qanaqa aktivni, qanaqa tarzda ochib yopishni, texnik tarafini videosi bor. Davom etamiz. Keyingi savdo platformasi o'sha aytganimiz MetaTrader savdo platformasi. Libertexdan farqli o'laroq yoki boshqa savdo platformasidan farqli o'laroq ko'p indikatorlar va professional analizga
instrumentlar mavjud. Keling, unga kiramiz. Bu ko'rib turganingiz MetaTrader savdo platformasi LiberTex'dan farqi, buni ham в принципе chap tarafda har xil aktivlar, aktivlar o'sha yevro, dollar, funt, dollar, tilla, там neft, aksiya, Nvidia, Meta aksiyalari hammasi bor. Aktivlarni qo'shmoqchi bo'lsanglar, mana bu yerda добавить knopkasi bor. Ustiga bosib, misol uchun там Apple kompaniyasini aksiyasini ishlamoqchi bo'lsanglar, ustiga bossalar, mana chiqadi. Uni grafikka tortsanglar, aktivni chap tarafdan tanlab, o'rtadagi mana bu grafikka qo'shsak bo'ladi. Bu aktivni, demak, tarixda qilgan harakati, любой aktiv. Mana bu ko'rib turganinglar Apple kompaniyasi aksiyasi, uni past qismida vaqt oralig'ida, bu demak 15-iyun aktiv narxi kun boshida $294 bo'lgan va hozirgi narxi $297 o'sganini kuzatsak bo'ladi. Grafikning yuqori qismida turli demak texnik tahlilga kerak bo'ladigan instrumentlar. Mana bunga e'tibor beradigan bo'lsanglar, bu yerda time frame, kim tradingda anchadan beri ishlayotgan bo'lsa biladi. Nimaligini bilmaganlar uchun aytib o'tamiz baribir. Time frame degani, misol uchun M1 ni bosadigan bo'lsak, M1 degani bu qaysidir aktivni biz kuzatayotgan har bir daqiqada qilayotgan harakat. Misol uchun krestik yordamida olib boradigan bo'lsak, bu yerga mana Apple kompaniyasi aksiyasi 17:27 terminal vaqti bilan bizning vaqt bilan 19:27. 17:28 gacha bir daqiqa ichida $297 dan $296 ga tushganini ko'ramiz va mana 28-daqiqada уже yangi shamcha paydo bo'lishni boshladi. Ya'ni M1 time frame'ida har 1 minutda aktivni qilayotgan harakatini kuzatsak bo'ladi. И так далее. Mana M2, M3, M5 bular bizga nimaga kerak? Misol uchun M5 ni bosadigan bo'lsak, biz слишком kichkina time frame'da ko'rmaymizda, aktivni har 5 minutda, ya'ni M5 bo'lsa, M5 minutda qilayotgan harakatni kuzatsak bo'ladi. Bu degani bitta M5 shamini ichida turganingiz yapon shamchalari 5 ta 1 minutlik shamcha bo'ladi-da. То есть mana shuni agar biz belgilab oladigan bo'lsak, mana shu shamcha. Tak. Belgiladik. M1 ga o'tadigan bo'lsak, buni ichida 5 ta sham bo'ladi-da. То есть har 1 minutda qilgan harakati и так далее. 5 minutda buni 5 daqiqa ichida qilgan harakati. H1 bosadigan bo'lsak, ya'ni 1 soatlik. Bu aktivni, demak, har 1 soatda o'sayotganini yoki tushayotganini tarixdagi narxini kuzatsak bo'ladi. H1 time frame'ning ichida 60 ta 1 minutlik shamcha bo'ladi. Tushunuvchilik uchun. Как zoom ishlaydi bu time frame'larni o'zgartirsak, aktivning yaqindan ichki strukturasini ko'ra olamiz. Har daqiqada qilayotgan yoki katta time frame'da ochadigan bo'lsak, mana bu H1 и так далее, H4 H4 ichida, ya'ni 4 soatlik, buni ichida 4 ta 1 soatlik shamcha bo'ladi. Bu haqida to'liqroq отдельно video bor. Buni ham gruppaga tashlayman, qayta ko'rib chiqishingiz mumkin. Xo'p, MetaTrader platformasi отдельно shu platforma hisoblanadi. Ya'ni siz birorta brokerda, bizning holatimizda LiberTex'da hisob ochsangiz, LiberTex'da отдельно MetaTrader'ga hisob ochasiz. Keling, ko'ramiz LiberTex'da sразу. Mana bu yerda grafikning o'ng burchagida ismingizni ustiga bosing, amtiq mening hisoblarimni bosganinglarda bu yerda mana real hisoblar и demo hisoblar ochsangiz bo'ladi. Bu akkauntda hozir bitta real hisob bor и ikkita demo MetaTrader'da. Demo hisobini yaratish qilib turib, bu yerda MetaTrader Tour yoki 5 ta ochsangiz bo'ladi. Kстати, MetaTrader Tour bu shu MetaTrader 5 platformasini oldingi versiyasi-da. Bu efirda ko'proq MetaTrader 5 platformasi haqida gaplashamiz. Hop, MetaTrader 5 platformasini yangi hisob ochishni bosganimizda bu yerda
Demak, broker bizga shu MetaTrader hisobimiz, yangi ochilgan MetaTrader hisobni login va parolini beradi. Biz uni MetaTrader platformasini skachать qilib, Play Marketda, App Store'da bor. Bu yerda biz shu ma'lumotlarni kirgizamiz. Mana подключиться к торговому счету. Bu yerda login parol so'raydi. Login parolni terib chiqamiz. LiberText'dan olib o'chirib parol. Serverni to'g'ri tanlaymiz. Bizniki demo shot, demo shot. Bu shotni OK bossak, уже mana shu Incoming mail. biz o'zimizni demo MetaTrader'dagi yangi ochgan hisobga kiramiz. Va bu yerda уже analizimizni o'tkazib, qanaqadir savdo qilsak bo'ladi. Keling, test uchun mana shu MetaTrader platformasida bitim ochib ko'ramiz. Misol uchun tillo aktivi. Bugun analiz qilgan edik. Bu aktivni hafta davomida o'sib keldi. Qarshilik zonasiga yetib kelgani uchun unga sell prognozini bergan edik. Ya'ni tradingda bilsanglar, yuqoriga o'sishiga ham pasayishiga ham ishlasa bo'ladi. Misol uchun tillo o'tgan jumadagi narxi 4200 atrofida bo'lgan bo'lsa, plus minus 4200 atrofida bo'lgan bo'lsa, biz uni sotib olgan edik va maqsad 4250. 4250 gacha o'sdi, biz $50 daromadimizni qildik. Nimaga bu yerda yopamiz? Chunki oldinda qarshilik zonasi bor. Ya'ni kelgusida bu zona qarshilik zonasi bo'lib bizga xizmat qilganda va narx bu yerga yetgandan keyin уже biz 4250 dan sotib yubordik, $50 daromad qildik. Va bu yerdan уже sell. То есть также narx yana 200 ga qaytishi mumkin. Va bu harakatda daromad qilishimiz uchun biz sell сделкасini ochamiz. Misol uchun MetaTrader'da telefonda plus minus bir xil aktiv ustiga bosganimizda mana bunaqa order ochish sahifasi chiqadi. Bu yerda biz объемni belgilaymiz, ya'ni qancha tilla sotmoqchimiz yoki sotib olmoqchimiz. Bizning holatimizda 001 lot haqida keyinroq gaplashamiz. Narx pasayayotgani uchun biz sell сделкасini ochsak bo'ladi. Сделка ochildi. Kirish narxi 4315. Tak, vid knopkasi orqali instrumentini bossak, bu yerda biz grafikni past qismida instrumenti savdoyimizni ko'rsak bo'ladi. Qancha foyda yoki daromad qilayotganimizni mana 001 hozircha $2 zarardamiz. Bunga srazu stop loss yoki take profit qo'yib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun take profitimiz, ya'ni maqsadimiz narx 200 gacha qaytadi. Grafikka e'tibor bersanglar, bu yerda mana $110 daromad qilsak bo'lar ekan. Условия. Agar narx shu yergacha keladigan bo'lsa, biz sell ochganimiz uchun $118 daromad qilamiz. Также grafikda stop loss qo'yib qo'ysak bo'ladi. Oldindan qilinadigan zarar. Ya'ni bu nima degani? Bizni zararimizni cheklaydigan order hisoblanadi. Mana shu pastda ochiq сделкamizni ustiga 2 marta bossak, bu yerda mana bunaqa sahifa ochiladi. Biz bunga stop loss yoki take profit orderlarni qo'ysak bo'ladi. Stop loss bu zararimizni cheklaydigan order, ya'ni bitim ochsak, misol uchun $30 dan ko'p zarar ko'payib ketmaslik kerak. Misol uchun bu holatimizda 4355. Demak, stop lossimiz $35. Take profitimiz, ya'ni kelajakdagi foydamiz 117 dollar. Bozorda kuchli yangiliklar chiqib, любой tarafga ketishi mumkin. Shuning uchun oldindan biz o'sha zararni cheklaydigan yoki o'sha
maqsadimizga borganda yopadigan orderlarni mana shu stop loss take profitlarni qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Davom etamiz. Сделкani yopishda biz order ustiga 2 marta bosadigan bo'lsak, bu yerda mana zakrit сделку bo'ladi. Yopib yuborsak bo'ladi yoki kim kompyuterda ishlasa, mana bu yerda o'ng tarafida X knopkasi bor, shuni bossanglar bitim уже yopilib ketadi. Va grafikka past qismida bizni balansimiz, ochilgan bitim uchun marja, ya'ni qancha pul ketgani, masalan, mana shu сделкani ochish uchun bizda $8 depozitimizdan ajratilgan. Qoldig'i da уровень marji. Mana bu yerda instrumentni o'zi va uning hozirgi holatidagi natijasi, ya'ni hozir mana bu yergacha kelsa, уже $117 profit olamiz. Tak, bu yerda istoriya, ya'ni tarix, bitimlarimizning tarixi, bu akkaunt, to есть bu demo счетda hali сделка ochilmagani uchun bu yerda tarixda-yu, atak уже savdo qilib borishinglar bilan bu yerda o'sha ochilgan va yopilgan сделкalaringlar mana shu yerda aks etadi. Shu istoriyada. A торговляda hozirgi holatda ochilgan сделкаlarni ko'rishinglar mumkin. Tak, bu MetaTrader platformasi. TradingView platformasi bu уже продвинутый, aytganimdek professional traderlar ko'p ishlatishadi buni. Buni haqida отдельно YouTube'da video bor. Ссылкani qoldiraman, ko'rishinglar mumkin. Ну, чтобы efir vaqtini ko'p ketkazmaslik uchun asosiy ma'lumotlarga o'tamiz. Xo'p, moliya bozorlarida qanday ishlanadi? Bozorda narx har xil sabablarga ko'ra harakatlanadi. U harakatlar talab va taklifdan. Talab ko'p bo'ladigan bo'lsa, qaysidir aktivga, tillomi, neftmi yoki qaysidir kompaniyani aksiyasi bo'ladimi, talab ko'payadigan bo'lsa, uni narxi nisbatan o'sib boradi. Naоборот, то есть bu hozir kriptovalyuta bozorida shunaqa holat bo'lyapti. Уже то есть ko'plar ishonmayapti kriptovalyutaga-da, unga talab kamayapti, taklif ko'p, hamma уже sotyapti. Shuni hisobiga, то есть ayniqsa Bitcoin yoki tam boshqa kriptovalyutalar nisbatan tushib ketdi. Aytmoqchi bo'lganimiz, bozorda 3 xil holat turadi. Bozor yo o'suvchi trendda bo'ladi, unga qaysidir aktivga talab ko'payib boradi, uni narxi o'suvchi trend holatida bo'ladi. Ikkinchisi tushuvchi trend, то есть наоборот. Taklif ko'p, talab yo'q, u aksiya bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, narxi tushib boraveradi hafta davomida yoki oy davomida. Uchinchi holati flat holati. Flat holatida bozor bitta diapazonda turadi. Keling, uni grafikda ko'rib chiqamiz. Misol uchun mana shu tilloni o'zini oladigan bo'lsak ham, bozorni mana bu etapiga e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu minimumda eng past narxdan bu 10-iyun kuni bo'lgan, nisbatan o'sib kelgan. Bu o'sishda, ya'ni 4040dan 4030dan narx 4230 gacha, ya'ni $200 oshib ketgan. Va bu harakatini u bir tekisda o'smaganda, to есть birinchi o'sishini qilgan, keyin bozor bitta koridorda, ya'ni ko'tarilib tushib bir joyda harakatlangan. Mana shu flat holati. Qachonki yana bozor o'sha flatdan chiqadigan bo'lsa, ya'ni o'sish boshlaydigan bo'lsa, mana shu zonalardan, ya'ni mana shu narxlardan bizga qiziq yana sotib olish. Chunki nima? Asosiy trend yuqoriga, просто orada flatda qolib ketdi, yana yuqori. E'tibor bersanglar, yana bu o'sish bo'lgandan keyin bozor ishtirokchilari yana qanaqadir tushib qoladi, flat holatiga talab va taklif teng bo'lib qoladi. Shuni hisobiga bozor bitta flat harakatida harakatlanadi. Undan keyin yana o'suvchi trend, yana o'sish boshlangan. Undan keyin уже mana bu yog'iga tushuvchi trend boshlandi. Va trader shu tendensiyalarni aniqlashni bilib olish kerak, ya'ni bozorni qaysi etapidamiz. O'suvchi
trenddamizmi, narx o'sib ketyapti, biz ko'proq sotib olishimiz kerak. Ikkinchi moment, bozorda naоборот tushuvchi trend boshlandimi? Agar tushib ketayotgan bo'lsa, biz naоборот qanaqadir sotib olgan aktivlarimizni yopib kutib turamiz yoki narxni naоборот pasayishiga ishlashni boshlaymiz. O'sha aytganimizdek uchinchi holat, mana bunaqa flat holatiga yaqinlashsak yoki flat holatiga tushsak, narx chiqaqqa jilmay bitta diapazonda harakatlanadigan bo'lsa, demak bu bozorda ishlab bo'lmaydi, bitimlarimizni yopib nima qilamiz. Hop, keyingi masala savdo qilinadigan aktivlar, to есть yevro dollar misolida ko'radigan bo'lsak, birinchi keladigan aktiv u bazaviy aktiv hisoblanadi. Birinchi turadigan aktiv, ya'ni yevro dollarga nisbatan. Grafikka qaytadigan bo'lsak, masalan, yevro dollar ochiydi. Bazaviy aktiv yevro bo'lgani uchun, ya'ni birinchi yevro kelgani uchun, agar grafikda biz o'sishni kuzatadigan bo'lsak, biz demak mana shu bazaviy aktiv, ya'ni birinchi yozilgan aktivni ikkinchiga nisbatan o'sayotganini ko'ramiz. To есть grafik tepaga yursa, demak holatda yevro o'sayapti, dollar unga nisbatan tushyapti. Agar bu naоборот grafikda biz pastga tushayotganini ko'radigan bo'lsak, bu yerda yevro dollarga nisbatan qiymati pasayapti-da, tushib ketyapti. Yevropada qanaqadir ekonomический salbiy narsalar sodir bo'layotgan, yangiliklar sodir bo'layotganini tushunishimiz mumkin. Va o'sha aytganimizdek, tradingda biz asosiy valyuta parani, ya'ni birinchi keladigan parani sotib olamiz. Shuni hisobiga bu yerda o'sha buy sell orderlarni ochsa bo'ladi tradingda. O'sha yevro dollar misolida ham qaraydigan bo'lsak, bu yerda ikkita knopka bor. Masalan, biz buy knopkasini bosadigan bo'lsak, mana shu aktivda yevro dollarda, demak biz yevroni dollarga nisbatan sotib olyapmiz. Sell knopkasini bosadigan bo'lsak, demak naоборот yevroni dollarga nisbatan sotayotganimiz bo'ladi. Ya'ni dollarni sotib olyapmizda, yevroni sotyapmiz. Keyingi masala punkt va pipslar. E'tibor bersanglar, birjalarda 4-son bu pips hisoblanadi, ya'ni 1.1234 dan 1.1235 ga o'zgaradigan bo'lsa, o'sadigan bo'lsa, ya'ni bu aktiv 1 pips o'sdi. Mana bu ikkinchisi, bu o'nlik, ya'ni masalan 1.1234 dan 1.1244 gacha o'sadigan bo'lsa, demak 10 pipsga o'sdi. И так далее. 100, 1000, 10.000. Bu bizga nima muhim? Nimaga muhim? Чтобы ertaga hisob-kitob olish uchun nech punktga yursa qancha daromad qilamiz. Buni oldindan hisoblash uchun mana shu narsa kerak. Grafikka mana bu etapiga e'tibor beradigan bo'lsak, krestикка olib borsak, pastida vaqti 12-iyun kuni soat 23:00 da yevroni dollarga nisbatan narxi mana bu o'ng tarafda mana narx 1.1570 ni tashkil qilgan. Va bu yerdan narx tepagacha o'sib chiqqan. Shu o'sgan, ortiga qaytgan. Nech punkt yoki nech pips o'sganini biz mana shu yerdan bilib olsak bo'ladi. 1.1570 dan 1.1610 gacha ko'tarilgan. Oradagi raznica где-то там 40 pips. Grafikka qaradigan bo'lsa, 1.1230 dan 1.1240 ga ko'paygan bo'lsa, 70 gacha ko'tarilgan. Oradagi raznica o'sha 40 punkt. Keyingi masala lot. Lot, biz trading bozorida biz lotlar bilan savdo qilamiz. Pulni o'zi bilan emas. Misol uchun bir lot degani bu zelka ochadigan bo'lsak, объем, ya'ni bitimimizni hajmi. Eng minimal bitim bu 001. 001 degani mana bu yonda yozib qo'ygan $1000 yoki 1000 yevroga teng. Agar biz pozitsiyani 0.01 emas, 0.10 ochadigan bo'lsak, bu уже 10.000 yevrolik yoki $10.000 pozitsiya.
и так далее. Bir butun lot ochadigan bo'lsak, bu уже 100 ming yevro. Da va lot aynan shu narsani e'tibor beradi. Masalan, biz har xil depozitga har xil lot bilan ishlaymiz. Taxminan misol uchun $100 bilan ishlaydigan bo'lsak, maslahat beriladi, eng kichik lot 001 bilan ishlash kerak. Da foydasi nisbatan masalan kamroq bo'lishi mumkin-da, но зато riski kamroq. И так далее. Masalan, уже $100 emas, $1000 bilan ishlasak, уже 10 lot bilan ishlasak bo'ladi. $10,000 bilan уже bir lot bilan. Bu endi qisqacha aytganda, потому что buni отдельно o'zini formulasi bor. O'sha formulaga asoslanib ishlash kerak. Masalan, shakar misolida oladigan bo'lsak, bizni $100 pulimiz bor. Bozorga kiryapmizda, tam 100 kilo shakar olsak bo'ladi. $100 pulimizga 100 kilo shakar olsak, misol uchun keltirdim. Tradingda shunaqa kreditное плечо, ya'ni savdo yelkasi degan tushuncha bor. Siz $100 pulingizga даже $10,000 tovar ola olasizda, to есть qanaqadir qarzga desa ham bo'ladi, uni savdo yelkasi deyiladi. Oddiy bozor misolida keltiradigan bo'lsak, $100 pulingizga 100 kilo shakar olsangiz bo'ladi, 1 tonna shakar olsangiz ham bo'ladi. Farqi to, что deylik, tillo, to есть shakar narxi bugun $100 ga olsangiz, ertaga tam $5 ga o'sadigan bo'lsa, $105, siz $5 daromad qilasiz. Уже 1 tonna oladigan bo'lsangiz, u yerda $5 daromad qilmaysiz, уже $50 daromad qilasiz. Shuni hisobiga ko'p treyderlar o'sha ko'proq daromad qilaman deb yoki umuman ko'proq daromad olish uchun o'sha lotni ko'p ochishadi. Chunki bozor, ya'ni brokeringiz sizga shuni imkonini beradi. O'z depozitingizdan 10 barobar yoki даже ba'zi brokerlar 1000 barobargacha ko'proq savdo qilishingiz mumkin. Но надо учитывать, то есть e'tiborga olish kerak, agar aktiv также masalan $5 ga tushadigan bo'lsa yoki siz 1 tonna oladigan bo'lsangiz, уже $50 ga tushib ketadi. Siz $100 pulingizdan $50 pul qoladi. Shuni ham hisobini olish kerak. Tradingdagi atamalar, kotirovka. Kotirovka bu o'sha aytganimizdek so'm dollar, yevro dollar, tillo, Bitcoin, tam Apple, bu mana shu biz savdo qiladigan kotirovkalarning turi. Bit va Ask, o'sha bank misolida keltirdik. Valyuta ayirboshlashda, deylik, $100 ni biz dollar umuman 12,100 dan oladigan bo'lsak bankdan, o'sha dollarimiz sotadigan bo'lsak 12,800. Shuni hisobiga mana shu oradagi spread, shu bit va ask narxlarini orasidagi bu spread hisoblanadi. Lot bizni savdo hajmimiz, ya'ni bir lot bu $100,000, 0.10 lot bu $10,000, 0.01 bu $1000. Shuning uchun aytiladi, masalan, даже siz $100 bilan ham 0.01, ya'ni $1000lik pozitsiyani ochaverasiz, chunki brokeringiz sizga shunaqa leverage, ya'ni kreditное плечо, kredit yelkasini beradi. Marja savdoga ajratiladigan summa. MetaTrader misolida mana biz 0.01 tillo aktivni ochdik, HowUSD 0.01. Uning marjasiga e'tibor beradigan bo'lsak $8. Aslida bu pozitsiya o'zi $1000lik pozitsiyada, lekin sizga broker $8 depozitingizdan band qilgan. O'sha kredit yelkasini hisobiga. Stop loss, stop loss bu bizni zararimizni cheklaydigan order hisoblanadi. Ya'ni deylik, shakarni biz 4000 so'mdan olyapmizda, zarani stop loss qo'yib qo'yapmiz. 3,5 ga tushib ketsa, mayli zararga bo'lsa ham 500 so'm zararga sotib yuboramiz. Chunki u 3000 so'mgacha yoki 2000 gacha tushib ketishi mumkin. Shuning uchun zarani stop loss qo'yib qo'ysa, 3,5 da o'sha 500 so'm zararga, ya'ni yopib yuboradi. Take profit naоборот. Masalan, biz savdo terminalini oldida emasmiz, shakarimizni 4000 ga olib qo'yganimizda 5000 ga borsa yopib yubormoqchimiz, lekin
o'sha paytda terminalni oldida bo'lmasligimiz mumkin. Shuning uchun take profit qo'yib qo'ysak, u 5000 ga borganda avtomatik tarzda yopilib ketadi va biz o'sha определенный daromadimizni qilgan bo'lamiz. Market order bu darhol ochiladigan order. Buni keyingi uchrashuvlarda отдельно gaplashamiz. Shunaqa orderlar bor, то что siz hozir ochib qo'ysangiz bo'ladi. Hozirgi narxda, misol uchun oltinning narxi 4310 da deylik. Biz o'ylayapmiz, bu 4310 dan 4300 gacha tushsa kerak. Va 4300 ga biz kechiktirilgan order, pending order deyiladi, qo'yib qo'ysak bo'ladi. Narx 4300 ga tushganda avtomatik tarzda bozor, ya'ni broker bizga ushbu bitimni biz o'rnimizga olib qo'yadi. Swap bu ko'proq brokerlarga tegishli narsa. То что siz bugun qanaqadir bitimni ochadigan bo'lsangiz va uni deylik u foydadadir yoki qanaqadir zarardadir, uni yopgingiz kelmayapti, u ertagacha yana o'sishi mumkin, qoldirmoqchisiz. Kundan kunga o'tkazadigan mana shunaqa haligi pozitsiyangizga evaziga broker sizdan swap oladi. Qanaqadir fiksirованный, ko'p emas, masalan 0.01 сделкасini ochadigan bo'lsangiz, qanaqadir 2 sentmi, 3 sent shunaqa swap oladi. Trendlar bo'yicha gaplashdik. Buni отдельно videosini, ссылкасini ham qoldiraman. Da. Oxirida aytib qo'yish kerak, tradingda muvaffaqiyatga erishishning asosiy tarkibiy qismlari bor. Birinchisi sizda tuzib chiqilgan savdo strategiyasi bo'lishi kerak, ya'ni nimaga asoslanib bitim ochasiz? Trendmi, klassik analizmi yoki qanaqadir indikatorlarmi? Ikkinchisi kapital boshqaruvi, money management. Afsuski bugun ulgura olmadik, ko'p vaqt ketib qoldi. Keyingi uchrashuvda mana shu money management, ya'ni kapital boshqaruvi haqida gaplashamiz. Uchinchi muhim masala trading psixologiyasi, ya'ni trader psixologiyasi. Pul topish kerak ekan deb azartga berilib, bu sohada hisoblamay pozitsiyalarni ochmaslik kerak, hisob kitobsiz yoki tam emotsiyalarga berilib. Buning uchun отдельно shu trading psixologiyasi degan narsa bor. Bu yerda o'sha qanaqa mashqlar bajarsa bo'ladi-da, nimalarga e'tibor berish kerak. Eng muhim narsalardan biri bu savdo rejasi. Sizda zaraneye tuzib chiqilgan savdo rejasi bo'lishi kerak. Bu savdo rejasida kirish nuqtalari, analiz, chiqish nuqtalari, pul boshqaruvi hisob-kitoblari, psixologiya va ish rejasi bo'ladi. Как и любой sohani singari, masalan, biznesda bu biznes plan deyiladi. То есть yoki qanaqadir davlat muassasalarida ishlasangiz, ish reja bo'ladi. То есть 9 da kelasiz, qaysidir отчетlarni qilasiz yoki qaysidir ma'lumotlarni olasiz. Tradingda ham shunaqa savdo rejasi degan narsa bor. Uni siz o'zingizga zaraneye savdoga kirishdan oldin tuzib chiqqan bo'lishingiz kerak. Biz o'sha A nuqtadan B nuqtaga olib boradigan konkretno tuzib chiqqan rejasi bo'lishi kerak. Savollaringizni mana shu lichkaga yozib qo'ysanglar bo'ladi. Ham отдельно yoki video qilib keyingi uchrashuvlarda harakat qilamiz o'sha sizlarning savollaringizdan kelib chiqib nima qilishga. Bizda hozircha shu. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha do'stlar, salomat bo'ling. Hamma foydali ssilkalarni videoga, YouTube kanallarga, Telegram kanallarga qoldiraman. Kirib qo'shimcha ma'lumotlarni olishinglar mumkin. Keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha.